Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Amansizlar-ku. Sizlar bilan Qizilqiya TV kanali 3-bölügimiz nasib qilsa qo'y qo'chqor semizlarni sizlarga tortib beramiz. Mana bunday elita qo'chqorlarda gullarini tortamiz nasib qilsa. Bugun 22-mart, buyursa O'rozaning 22-kuni. Qarmayotgan O'rozangizlar qabul bo'lsin. Baringizlarga sabr, xudo xolasa iftorgachayin. Bismillah deb boshlaymiz. Videolar yoqqan bo'lsa like'lardan bosib, videoni podelitsiya qilib qo'llab turasizlar. Xudo xolasa biz boshlaymiz. Mana bunday kuchli qo'chqorlardan bugun o'ta ko'p kirgan. Bugun har doim bozordandagi bugun barakaliroq bozor bo'ladi. Ko'p puldagi arzon emas, yaxshi pul bo'ladi. Onga ham sotqanga ham baraka bersin. Aka qo'chqorlar qancha kam bo'lib ketdi? Qizilqiya TV deb ko'raverasiz ukam. Sizlarmi qo'chqorlar? Assalomu alaykum. Mana shularda. Qanchadan o'tasizlar? Aka pulni qanchadan o'tasiz? 50 dan deyver qo'yar. 50 mingdan deydi mana. Ko'ringizlarchi. Naq 30 dan beriladi, ha? Naq 30 mingdan berilyapti. 1 2 3 4 5 6 7 ta qo'chqor. Shular 30 mingdan berilyapti. 50 dan da o'tatgan. Mana. Dag'i mana yoqdagi qo'chqorlar bor. Aka qo'chqorlar qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Pullari qanchadan aka pullari? Mana 35 ga bunanisini berib qo'yibdi. Narxlari qanchadan? 25 ming so'mdan berilyapti. Bo'ldi aka bozoringizni bersin mana. Egasidan qo'shib ketdi. Egasi sotilmaydi. Atak zo'r qo'chqorlar yaxshi bo'libdi. Barakasini bersin aka, qo'chqorlar yaxshi bo'lsin. Qo'chqor qancha ekan? 20 Bervedingiz. 26 ga berilyapti mana qo'chqor mana. Tortimcha emas. Mana 26 ga berilyapti. Barakasini bersin. Qo'chqor bozordagi zo'r bo'lib o'tadi. Hozir tortamiz. Bir chekadan harakat qilib qo'ldan kelishincha qanchadan ekan mana sizkilar bo'g'a turgan. Bo'g'a turgan variantlar 20 dan kami bor deydi. Mana shularni olib boqsangizlar, nasib qilsa quloqlari toza bo'lsa, Qur'on aytga xudo xolasa ketadi. Zo'r bo'lib qolsa kerak, 2 oy tayyor bo'lib qoladi. Barakasini bersin. Qanchadan ekan qo'chqorlar? 35 ming so'mdan kami bor. Ulardagi zo'r jaray turgan qo'chqorlar nasib qilsa, quloqlari toza bo'lsa, bemalol Qur'on aytgacha boqsangizlar bo'ladi. Aka mana cho'ng qo'chqor qancha ekan puli? Qancha suradi bozor? Bozor qancha suradi? Berveringiz. 40 mingga berilyapti mana cho'ng qo'chqor. Barakasini bersin. Sizlikcha akam 35 ming so'mdan. Mana 35 dan qo'chqorlar. Bozor qancha suradi sir bo'lsa aka? Berveringiz. 33,5 ming so'mdan, 33,5 dan berilyapti. Mana ekochi 100 kami bor, ha? 80 ga beriladi dedi. 80 mingga beriladi mana ikkita cho'ng qo'chqor. Barakasini bersin. Kuchli qo'chqorlar 80 mingga berilyapti. Bo'g'a turgan qo'chqor qancha bo'lib ketdi o'g'a? 20 ming. Uzun ekan, ha? Uzun ekan. Yaxshi bo'g'a turgan. Qanchaga ketdi mana shu? Assalomu alaykum. 23,5 ming so'mga mana sotildi mana. Barakasini bersin. Zo'r pul bo'libdi. 23,5 ming ketdi. Mana. Qiziyotgan joylarini sizlarga tortamiz. Qancha ekan ashta? Manalar eko. 45. 22-23 mingdan mana qo'chqorlar. Bo'g'a turgan variantlari. Eko 45 ming ekan. Ketdi mana. Qizdirayotgan joylaridan. Aka mana eko qo'chqor qanchadan ekan? Maşallah. Etleri zo'r ekan biroq 30 mingdan kami bor. 6 tish. 6 tish ekan. 6 tish ekan bo'g'a turgan. Boyagi 23 ga olingan qo'chqor atak. Mana shu действительно bo'g'a turgan ekan. 6 tish. Qaysi biriga 43 olma ekoga 43 bering deb sotiladi. 43 mingga eko ketayotgan. 21,5 ming so'mdan. Birini aytdi zo'r, so'ra turgan, biri ozmas bo'g'a turgan. Mana qo'chqorlar. Bo'g'a turgan qo'chqorlar qanchadan ekan o'g'a? 22 ming so'mdan mana. Olib boqsangizlar bo'ladi, 22 dan kami bor ekan. Ketdi mana dalshi. Assalomu alaykum.
Bak qo'chqorlar qanchadan ekan aka? Puli qanchadan taqsir bunalar sizdanmi? Mana maşallah. Mana. Onalar savdo bo'lib o'tadi o'xshaydi. Hozir bilamiz qaysi biri savdo bo'lib o'tadi. Aka qaysi biri savdo bo'lib o'tadi? 5 tasi bor. Qanchadan? 20. 20 ming so'mdan 1 2 3 4 5 tasini savdo bo'lib o'tadi. 100 mingga 5 qo'chqor. Mana. Barakasini bersin. Ana qo'chqor zo'r ekan figurasi. Ana qo'chqor ko'ringizlarchi. Maşallah. Tika. Uzoq navesini ostida polni yana bola qo'ylar. O, nat butkchayin. Mana Yevrozobor butkchayin. Qo'chqor yana bola qo'ylar. Bu qo'chqorlar qanchadan ekan aka? Assalomu alaykum. Pullarim. Manalar sizdanmi? 25. İçinde 17, 16'lıkları ham bor. 25 gacha oldi. Barakasini bersin. Katta yoqda yana bola qo'ylar. Aka bu qo'ylar qo'chqormi, urg'achimi? Qanchadan o'tasiz? To'qdilarmi, tug'anmi? Mana shapkadagi. Qaysi biri? Qancha bo'ldi shu? 21.700 ekan a? 21 bo'lib turibdi mana. Eng chekadagisi. Hozir munolarni bilib beramiz. Aka munolarni qanchadan o'tasiz qo'ylarda? 16 ming, 16-17 ming so'mdan urg'achi so'yishga qisir qo'ylar. Arzon sotadi ekan, xudo xolasa kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshisiz aka? Zo'r aka. Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshisiz. Yana bolalar qanchadan ekan? 20 ming so'mdan. 20 ming so'mdan boldari kuchli kelaverasizlar. Maşallah. Nomerni bering aka, qiziqqanlarga. Ya sotilib ketadi, ha? Mayli, bozoringizni bersin. Aslova qandaysiz? İşleringiz, qarmayotgan ro'zangiz qabul bo'lsin. Maşallah. Allah razı olsun. Tinch bo'ling. Kelasiz dağı. Ketdik, dalchi mana yana bola qo'ylar. Qiziyotgan qo'zilar. Qaysi biri savdo bo'ladi aka? Mana u qancha? 22 ga berdim. 22 ga berilmay qo'yib tur, mana qo'zisi bilan karishniy qo'zi. Ata qo'zisi zo'r ekan a? Ana qo'y u qo'chqoru. Qo'y a? Ana qo'zilar qanchadan bo'ldi aka? Ana qo'y ko'p. Kelib tanlab, chertib olaverasizlar. Mana yana bola sezon. Narxlardagi yana bolalar. Buyursa 20-25. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan aka bular? 30 mingdan o'tasiz. 30 kami bor. Manday qo'zilarni ko'ringizlar-chi, mana qo'zilar nima o'tadi qo'zisi. 30 dan 25 dan kami bor qo'ylar, yana bola. Nasib qilsa zo'r. Mana daga yosh qo'ylar ekan, mana enalar. Puli qanchadan ekan pulashda? 26 ming so'mdan. Enalari yosh biroq. 2 tish, 4 tish qo'ylar, urg'ach qo'ylar. O aka, assalomu alaykum. Allah razı olsun aka. Qanchadan? Assalomu alaykum. 25 dan kami bor. Eneleri yosh ekan biroq. Butun 2 tish. 2 tish qo'ylar. Qo'zlari ham zo'r mana. Pullari qanchadan dedingiz? 25 dan. 25 dan kami bor. Nomerni beraverasizmi? Bera. Aytavering. 0703 0703 65 65 90 92. 90-92 çalaveringizlar, ashtamda postoyanniy bo'ladi. Xudo xolasa chalganlarga bir guldorini bering ashtam. İnşallah. Barakasini bersin. Ketdik mana. Qizg'otat qo'y bozor. Mana yoqda ko'rtasizlar, mana. Jip, ena bola, to'ltura. Zo'r bo'lib o'tadi bozor. Mana da qo'ylar. Qaysi biri savdo bo'ladi? 21 mingdan. Döngiga. 21 dan döngiga manalar savdo bo'ladi. Mana. Nurbek ashta sotib o'tadi. Ketdi mana 21 ming so'mdan döngina savdo bo'lib o'tadi manalar. Mana. Qiziyotgan jeri barakasini bersin mana. Berdi o'tadi. Bering aka. 21 dan qiziyotadi deydi. Uring aka. Mana da yana bola qo'ylar. Mana qo'zisi nima deyotadi? Qo'zisi pay. Quyruqni qarangizda. Maşallah. Mana
300 mingga 6000 jetpay jatadi deydi mana. Bari do'ngiga mana shunday bo'layotadi. 21 dan. Esa picha qilsa 300 mingga 6000 jetpay tatgan. Barakasini bersin. Og'onga da, satqinga da. Mana yoqdaga to'ltirib. Bu qanchadan ekan qo'ylar ekan? Pullari qanchadan ekan aka? 35 dan kami bor-da. Hatta genelari zo'r ekan. Mana sarlar ko'ringiz-chi. Genelari zo'r. 6 tish, 4 tish, 2 tish ham bor ichida. Nomerni bering qiziqqanlarga. 0509 093307 chalaverasizlar nasib qilsa, xudo xolsa постоянный qo'y bo'ladi. Mana qo'zini qaranglar. Qo'chqor qo'zi biroq zo'r. Mana shu emotgan. Barakasini bersin. Mana shuncha bozor qizib o'tadi. Ko'ringizlar-chi. Aka, yana bolalar qanchadan ekan? 25 ming so'mdan mana. Turi bor, turi. Mana qo'zlar o'zi ham sotiladi ekan mana. Bular qanchadan ekan pullar? Bular o'zi sotiladi o'xshaydi. Olindi. Qo'chqor ularcha urg'achi aralash. Qo'chqor urg'achi aralash varianti do'ngini 10 ming so'mdan pul bo'libdi bunalar. Ko'ringizlar-chi. Sapsim zo'r bu, buni qarangizlar. Mana qo'chqorda 10 mingdan pul bo'libdi bari. Do'ngini ichida ozmas kichikroqlari ham bor, mana cho'nroqlari ham bor. Assalomu alaykum aka. Ishlaringiz yaxshimi? Zo'r ekan. Zo'r pul bo'libdi. Og'anga baraka bersin, sotqanga da baraka bersin. Mana akalar bozor qizib o'tadi. Zo'r bozor bo'ladi. Bugun kelaverasizlar nasib qilsa. Karavon mol bozorida